shundoq internetga kiraman, yarim soatda agar aytaylik 50 ta video tomosha qilayotgan bo'lsam, mana shu hozirgi aytmoqchi bo'lgan gaplarimni ayollarimiz bilan qizlarimiz juda yaxshi bilishsa kerak. 50 ta video tomosha qilsam, 50 ta videoni ichida ishoninglar, 48 ta yarimtasi ayollarning yuziga gubkani to'g'ri ishlatish texnikasini o'rgatadi. O'sha 48 ta yarimta odam 48 yarimta odam mana shu gubkani ishlatishni o'rgatadi. 50 ta videoni ichida hammasini o'rgatayotgan texnikasi 48 xil. 48 xil. Qanday bo'lishi mumkin bu narsa? Bittasi yuving, yaxshilab siqing deydi, salfetkaga artib oling da keyin ishlating deydi, bittasi qattiqroqdan oling deydi, bittasi yumshoqroqdan. Siz ularning gapiga ishonmang. Siz stilistlarning gapiga ishonmang. Ular sizdan bir sirni yashirishgan. Aslida siz noto'g'ri ishlatyapsiz gubkani. Gubkani aslida bunaqasiga ishlatish kerak, unaqasiga ishlatish kerak. 48 yarim xil ishlatish texnikasi bor. Qanday, qaysi biri to'g'riligini hech qaysi o'zlari ham bilishmasa kerak. O'zlari ham bilishmasa kerak, rosti. Har kuni mana shuni yuzimga ishlatayotganimda, o'sha videolardagi hamma 48 yarim xil odam anaqasi keladi, xayolimga, gapimga keladi. Bittasi bu tarafdan boshlang, bittasi bu tarafdan boshlang deydi. O insonlar oddiy bitta gubkani hali yarim soatdagi 50 ta mana shu internetdagi bor-ku, hamma maslahat beradi-ku. Shu maslahatchilar ko'payib ketganda baribir. O'zim ham shunaqaman har zamon. Buni mana bunaqasiga ishlating, buni bunaqasiga. O'shanaqa paytlar tomosha qilib, angrayib qolamanda. Men hech narsani bilmas ekanman. 33 ga kirib, deyman, shu paytgacha hech narsani bilmas ekanman. Yo hayolimda zilzila bo'lgandek bo'ldi. O'zimda juda noshudlik his qilaman, ishoninglar, mana shu